navbatdagi bog'lovchilar direct opposition clauses deyiladi. Ya'ni whereas va while bilan gaplashamiz bugun. Shular haqida o'rganamiz. Whereas va while ikkita qarama-qarshi bo'lgan ideyani, ikkita qarama-qarshi bo'lgan gapni bog'lash uchun ishlatiladi odatda. Bularni qanaqa paytlarda ishlatilishi, qanaqa conditionlarda ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda whereas o'sha while bilan deyarli farqi yo'q, bir xil ma'noni bildiradi. O'sha hozir aytganimdek direct oppositionni ko'rsatib beradi. Masalan, San Francisco is cool during the summer, whereas Los Angeles is generally hot. Ya'ni yozda San Francisco sal sovuqroq bo'ladi, lekin Los Angeles juda ham issiq bo'ladi. Bu yerda ikkita bir-biriga qarama-qarshi, ya'ni sovuq va issiq bo'ladigan joyni ifodalash uchun whereas ishlatildi. Keyingi narsa while bo'ladi. While ham xuddi shunaqa bir xil mazmun, bir xil grammatik struktura bilan ishlatsa bo'laveradi. Masalan, while most homes in San Francisco do not have air conditioning, it's necessary in Los Angeles. Ya'ni San Franciskodagi ko'p uylarda air conditioning bo'lishi shart emas, lekin Los Angelesda bu zarur. Ya'ni Los Angelesda air conditioning, ya'ni konditsioner kerak deb aytilyapti. Demak, San Fransiskoda kerak emas konditsioner, lekin Los Angelesda kerak. Xuddi shu narsani ishlatish uchun, ya'ni ikkita bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan gapni bog'lash uchun whereas va while ishlatildi. Endi qo'shimcha eksempellarga o'tadigan bo'lsak, ya'ni bu bog'lovchilarni qaysi pozitsiyada, qaysi gapni qaysi qismida kelishiga o'tadigan bo'lsak, whereasdan boshlaymiz. O'zi while ham whereas ham gapni boshida kelishi mumkin yoki bo'lmasa gapni o'rtasida kelishi mumkin. Ikkita gapni bog'lab turib. For example, masalan, whereas the older model is affordable, the newer version is much more expensive. Ya'ni eski model arzonroq edi, lekin yangi versiya ancha qimmat ekan. Ancha qimmat. Ikkita narxni, ya'ni arzon va qimmatliligini taqqoslanyapti. Arzon va qimmatliligi aytilyapti. Ikkita bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ideya, shunda whereas ishlatildi. Endi bu whereasni gapni o'rtasiga olib qo'ysa ham bo'ladi. Middle of the sentence ishlatsa ham bo'ladi. Masalan, the proposal was innovative, whereas the implementation plan was outdated. Ya'ni taklif innovativ edi, ya'ni taklif zamonaviy edi, lekin uni joriy qilish plani eskirgan edi. Bu yerda innovativ va outdated degan narsalar bir-biriga teskari gaplar, ya'ni opposition gaplar, ideyalar hisoblanadi. Shuning uchun whereas ishlatildi va whereas e'tibor bersak gapni o'rtasida keldi. Gapni o'rtasida kelganda undan oldin mana virgul qo'yildi, shu muhim hisoblanadi. Gapni boshida kelgan paytda ikkita gapni ulash uchun o'rtada virgul ishlatib ketdik. Endi while ga o'tamiz. While'ni ikkita bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan gaplarni bog'lashdan tashqari bir xil paytda bo'lgan gaplarni ham bog'lab beradi. Ya'ni qarama-qarshi bo'lishi shart emas, lekin bir xil paytda ishlatilishi ham mumkin. Bunda endi nima farqi bor degan paytda virgulni qo'yilishi bilan farq bo'ladi. Masalan, while'da boshlaydigan bo'lsak, mana gapni boshida ishlatilgan paytida, ya'ni kontrastni bildirgan paytida, ya'ni qarama-qarshilikni bildirgan paytda ishlatiladi. While the economy is growing, unemployment remains high. Iqtisodiyot o'sayotganda, lekin unemployment baland edi, ya'ni ishsizlik baland edi. Xo'p, iqtisodiyot o'sayotganda bu pozitiv narsa. Unemployment o'sha baland bo'lib qolganda, ya'ni ishsizlik hali ham baland bo'lib qolganda, yuqori bo'lib qolganda, demak, ikkita qarama-qarshi pozitiv va negativ narsani ulab berdi, gapni boshida keldi. While va gapni boshida kelganligi uchun biz o'rtada komma bilan, ya'ni virgul bilan bu narsani ajratib qo'ydik. Endi simultaneity ga ishlatilgan paytda, ya'ni bir xil paytda bo'lgan ikkita actionni ulab berayotgan paytida gapni boshida kelgan vaziyatni ko'rib chiqamiz. While she was cooking, her children were playing outside. U pishirayotgan paytida uni bolalari tashqarida o'ynayotgandi. Bu yerda hech qanaqa qarama-qarshi action bo'lishi shart emas. Shunchaki bitta paytda at the same time da bitta paytda bo'lgan ikkita har xil ish harakat bajarilsa bo'ldi. Opposition bo'lishi shart emas. Endi asosiy farqi while da qachon virgul qo'yiladi, qachon virgul qo'yilmaydi, asosiy farqi biz while ni gapni o'rtasida ishlatayotganimizda kerak bo'ladi. Ya'ni gapni boshida while ishlatilgan paytida biz har doim o'rtada ikkita gapni ajratish uchun har doim virgul qo'yishimizga to'g'ri keladi.
Mana growingdan keyin komma qo'yildi, cookingdan keyin yana bitta virgul qo'yildi. Agar gapni o'rtasida ishlatadigan bo'lsak while'ni, unda vaziyatga qaraymiz, qanaqa situatsiyada ishlatilayotganiga qaraymiz. Agar kontrast uchun ishlatilsa, ya'ni ikkita qarama-qarshi ideyani bog'lash uchun ishlatilsa, o'rtada virgul qo'yamiz. While'dan oldin ham hattoki. Masalan, the team was well prepared while their opponents seemed disorganized. Jamoa yaxshi tayyorlangandi, lekin ularni raqobatchilari, ya'ni ularga qarama-qarshi kurashayotgan jamoalar yaxshi ko'rinmadi, uncha yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganligi bilindi degan ma'no chiqyapti. Bu yerda ikkita qarama-qarshi ideya while bilan bog'lanyapti va virgul qo'yilyapti. Sababi while ikkita qarama-qarshi ideyani bog'lab turib, gapning o'rtasida kelyapti. Endi simultaneity bo'lsa, ya'ni bitta paytda bo'lgan ikkita boshqa ish harakat bo'lsa, hech qanaqa opposition idea bo'lmasa, unda virgul qo'ymaymiz. Masalan, she was reading a book while waiting for the train. Ya'ni u kitob o'qiyotganda, trainni kutayotgan paytida. Bu yerda virgul qo'yish shart emas, chunki simultaneity uchun ishlatildi. Kontrast bo'lgan paytda biz ishlatdik while'dan oldin ham virgulni. Demak, общий xulosa qiladigan bo'lsak, whereas va while asosan ikkita opposite sentencelarni ulash uchun ishlatiladi, qarama-qarshi ideyalarni bir-biriga bog'lash uchun ishlatiladi va qarama-qarshi ideyalarni bir-biriga bog'lagan paytda whereas va while'ni gapni boshida ishlatsak ham, o'rtasida ishlatsak ham virgul bilan ishlatamiz. Lekin simultaneity ga ishlatilganda while faqatgina, ya'ni bitta paytda bo'lgan ikkita ish harakatini ishlatgan paytimizda, ifodalangan paytimizda o'rtada virgul qo'ymaymiz.